20-25 yoshgacha bo'lgan bolalarning sog'ligini, salomatligini o'ylab, mana 2016-yilda shu sog'lom ona, sog'lom bola deb belgilab o'tiribdi. Shu sababdan hammangizga shu 2016-yilda katta semiyada ishlaringizda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Ham kelajakda shu bolalarimiz bilan o'tirgan o'zingiz ko'rib o'tirsiz, guvoh bo'lib o'tirsiz. Shu o'g'il qizlarimiz katta bir yigit qizlar bo'lib yetishiga tilakdoshlik bildiraman. Ham ota-onalarga shularni o'sishda, tarbiyalashda, ta'lim berishda maktabimiz tarbiya berishda ota-onalarning ham hissasi katta deb o'ylaymiz. Ne o'zlaringiz bilasiz, bolalarimizga, ota-onalarga hamma sharoitlarni yaratib beramiz. Masalan, maktabimizda ingliz tili xonalari, rus tili xonalari, informatika xonalari hammasi mavjud. Ta'lim olishga hamma sharoitlar yaratib berilgan. Shundan unumli foydalanib, iloji boricha ota-onalar bizlarga yordam bersa, ta'lim, tarbiya berish bizga ham ancha oson bo'ladi. Shu bolalarga kelajakda katta o'g'il qizlar bo'lib yetishiga yana bir marta tilakdoshlik bildiraman va kelgusida shu sizlarni, ota-onalarni kelajakda shu bolalar boqishiga tilakdoshlik bildiraman va shu bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilishga ruxsat etasizlar. Rahmat. Elga bağlacan, sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon, yashnaka to abad, ilmu fan ijod, shuhrating orasi togi bir jahon, oldin bu vodiyda jon O'zbekiston, ulug'xon qudrati jo'shirgan zamon, olamni bahriya aylagan diyor, bag'rikeng o'zbekning o'chmas imoni, erkin yosh avlodlar, sen o'zlaxona istiqbol mash'ali, tinchlik osmoni, haqsevar o'rnayib, o'ngida obod. Jayhun jamoasida o'sgan baytaraq tubi bir shaharsa ming bo'lar demak, sen shunday sayoq quyoshli sen tinchlik ham iqbol sen dediklik. Dehqon bobasining nafisi va jemde yulsan inqab kiyib tashar shunday. Qoraqalpog'iston degan atimda avlodlar adolar jurak to'rinde. Şiir. Quyoşdek shu'la sochgan, bilimga keng yo'l ochgan, bizni erkalab kutgan sizga shukron. Muallimga assalom, muallimga assalom. Uzun tillar allalab, oq yub, oq taraf, o'zlaringiz erkalab turgan shukron. Jahonga erkdim har insonga qayd etdim imonga tadorruqlik qilib. Ne yarım dersine biz varzat bizsin öne bo'lib bizga qurbona dillarda qilib. Maktabimga assalom, maktabimga assalom. Bizni bolam deb bilgan, siz o'shal mehribon, boshimizni silagan, siz o'shal qadrdon, ming xatoga bir saboq bergan o'shal insonsiz, ming savolga bir javob qilgan dono ustozsiz. Bolalar, maktabga ilk bor qadam qo'yganingizda o'qishni, yozishni bilmas edingiz. Alifbeni o'qib savodingiz chiqdi. Endi siz sevimli kitobingiz alifbe bilan xayrlashasiz. Siz yozgan raqamdan ochilgan dunyo. Siz o'qitgan harfdan taralgan ziyo, ilm va fanda buyuk kashfiyot bo'lgan. Siz daftarga qo'ygan ilik alobaho muallim. O'quvchining qalbi oq daftardek tiniq. Nimani yozsangiz bir umr o'chmas, qoyaga o'yilgan suratdek aniq, shamol qor va yomg'ir bo'ronda ko'chmas muallim.
Bu bayram sababkori, bilimlar poydevori, ma'noli shirin so'zi, qani Alif be o'zi. Alif beni chaqirsak, olqishlab quloq solsak. Davul davran to'sha, davul bilan davlasha. Oqqush qo'ldasadi, oppoq qo'li cho'zadi. Toshbaqa toshdan qocholmas, toshin tashlab qocholmas. Pashsha sovuq etdi, juda paypog'i yo'q edi-da. Qat-qat etdi qo'yon, qo'rqqani shundan yo'q. Kakko dedi, kakkolab olamga intilib. Garella degan maymun bugun o'ynadi bir kun. Yo'lbarsning tuni yo'ldan ehtiyot bo'l. Chumoli chigatgani, chaqirdi choy ichgani. Sabah sahar yayradi, yolqin bog'da yayradi. G'arra yasadi, g'arralatib ichidi. Zumrud jo'ja boqadi, jo'ja boqish yoqadi. Laylak kelsa tuzgul, nikobchada berdi choy. Ay nilachi, lo'g'aradi. Rona gul, hoy rona gul, rangingga ko'p rona gul. Itir o'z nomi o'z, ikkalamiz muqtos. Ayak asal yaradi, asal harak taladi. Mashhur nima yalaysan, sunaymoqqa qalaysan. Shavkat Shambat o'ynadi, so'ng yutqizib yig'ladi. Birinchi sinflar ijrosida raqs.
dağdan taş düştü, 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 dağdan taş düştü. Berekeler. Hadi endi urlu harflerden maqollar so'rab ko'raylikchi. İştaha dengesi, iştaha. Bugün do'sting bilan eng avval. Mehnat deng dog'ida xat. Şimdi oltin Ahmad duo ol. Barakalla bolalar, savodingiz chiqib juda ko'p narsalarni bilib olibsiz. Qani endi menga aytingchi, alifbeni harflashdi. Ullularichi? Bundoshlarichi? Mayli jajji bolalar, aqli razo donalar, sizdan ko'nglim to'q bo'ldi. Qiziqarli o'yinni ko'ramiz. Marhamat. Qani endi ko'p vaqt ishni ko'ramiz.
Shunday qilib, kampir yerga tushdi. Suprani qoqibdi. Undan xamir qayib boshlabdi. Ustini yopib, deraza oldiga qo'yib, dam olgani chiqib ketibdi. Zerikib bo'g'soq derazadan top etib tushib ketibdi. Shunday qilib, bo'g'soq o'rmon sari yo'l yuraveribdi. Olga bo'ri tushib ketdi. Men senga ashula aytib beraman. Qani aytib. Men buvimni qo'shdim. Men sendan ham qochdim. Shunday bo'lsa, bo'ridan ham qochib, yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Ayiqdan men senga ashula aytib beraman. Qani aytib. Men buvimni qo'shdim. Men bo'ridan qochdim. Men sendan ham qochdim. Shunday bo'lsa, ayiqdan ham qochib, yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Quyamga tushdi. Birinchi sinf ijrosida salomnoma. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar va ustozlar. Mana bugun bizlarning alifbe bayramimizga kelib o'tirgan ekansizlar. Shu fursatdan foydalanib sizlarga uzoq umr, baxt, saodat tilab qoluvchi birinchi sinf o'quvchilar. O'zbek tilida odat avval assalom, assalom. Uyga kelganda mehmon biz yozamiz dasturxon. Oldin salom beramiz, keyin non qo'yamiz. Yoshlik shu'la sochar, bilimga keng yo'l ochar, bizni erkalovchi sizga ushbu kalom muayyanlar assalom. Kunday yorug' dars qanot, biz farzandsiz ona. Bo'lib bizga parvona, dilda ardoqli kalom. Ana mafdagim assalom. Endi esa birinchi sinf ijrosida raqs lazgi.
Siz